الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün Sura Al-İmran'ın 145. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala özünün nimetleriga şükür qilguvchilarga mukofot beradiganligini, ularning qilgan har bir yaxshi ishiningki ajrsiz qolmaydiganligini tilga olgandi. Uning oldida mu'minlarga nisbatan bu da'vo, bu yo'l bir odamga qarashliq emas ekanligi, u kim bo'lsin. Hatto Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'lib ketsa yoki o'ldirilsa, sizlar ajaba keninglarga yenib olamsizlar? Ayt, ig'ir gapchi, mana shaklda keniga yenib olsanglar Allah hech qanday zin yo'q. Ammo oxirigacha bu bir Allohning ne'mati, bu yo'l Allohning ne'mati, payg'ambar Allohning ne'mati, bu kitob Allohning ne'mati deb bu ne'matni ching tutib oxirigacha manganlarni Alloh mukofotlaydi degan bir shaklda bizga ogohlantirish, eskartish bergandan keyin bu yo'lda ching turish, janglarga qatnashish, jihadlardan qochmaslik insanın hiç ömrünü qisqartmaydı. Bir adam öyde o'ltirib orqali uzun ömrüge erişemeydiganligini bizga bayon qilib davatudu estaizu billah va ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala va man yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha va man yurid thawaba al-akhirah nu'tihi minha va sanajzish shakirin. Bugungi oyatimi ilgirki oyatga o'xshash sanajzish shakirin, shukr qiluvchilarga mukofotini beramiz degan shaklda oxirlashtirdi. Ya'ni avval bir tarjima qilsak, har qanday bir jon Allohning iznisiz o'lmaydi. Va hammasi yezib o'tirilgan, vaqti aniq belgilanib yezib o'tirilgan bir shaklda bo'ladi. Kim dunyoninki ishlarini umid qilsa, dunyoning savobini umid qilsa, uni beramiz. Şundan birimiz. Kim ahiretning savobini umid qilsa, undan birimiz va shukr qiluvchilarga, ne'matga inkor, kufrlik qilmasdan berilgan ne'matni ching tutib, uning haqqini ado qiluvchilarga mukofotini beramiz degan shaklda oyat oxirlashdi. Qani dunyoning Qur'onda savob degan ifodalagan dunyoning savobi nima? Ahiretning savobi nima? Qani tafsirdan ko'rib boqaylik. Avval biz tafsirga kirishdan ilgari oyatda mana bir ifoda qo'llanilgan birodarlar. Ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah degan oyatda ma kana ifodasi. Arabchadagi bu ifoda unda qilsa bo'lmaydi degan ifodani ifodalaydi, mazmunni ifodalaydi. Xuddalaqi birov qilmaslikqa tegishli ishdan birini qilib qolsa yoki qilg'ili bo'lsa, uningga qarata siz bunda qilsangiz bo'lmaydi, anda qilsa bo'lmaydi degandek bir ifoda bo'ladi. Bu gapni agar bu shaklda oyatni tarjima qilsak, ya'ni bir jon Allohning iznisiz o'lsa bo'lmaydi deb tarjima qilsak, bizga nisbatan bir xato tushuncha chiqadi. Qanday tushuncha chiqadi ya'ni? Xuddi bir adam, yani bir can egisi xolisa o'lalaydigan, xolimasa o'lanmaydigandek bir xil hukm chiqadi. Unda bu yerdagi umuman hukm xato hukm hamda, chunki ölmeslik meselesi insonning o'zining ixtiyorligida emas. Men o'lay deb o'lgululdigan, o'lmay deb qanaqa qilinmaydigan, o'lgulolmaydigan bir shaklda emas bu. Unda bu yerdagi bu hukm qanda ma'noni ifodalaydigan bo'lsa desa, inson har qancha xatarlik ishlarga tavakkul qilgan taqdirdami o'lsa, Allohning izni bilan o'ladi. Agar Alloh izni bermasa, asla o'lmaydi. Inson har qancha o'limdan o'zini ip qochgan taqdirdami, agar ölmeslik izni olsa Allah tarafından ölmeydi, üleşki belgilengen olsa ölüdü. Bu şekilde nima alimiz? Ma'na alimiz. Yani insan nurgun xatarlik işlarga tevekkül qilib qadam oladi.
Ölmese ölmeyver. Çünkü Allah eğer onunla izinlan vermegen bolsa, onun eceli bitilmegen bolsa, o her mesela anlavatımızda anca munca dünyadaki galit haberlerini 10. qavatdan çıkıp ketip ölmedi. 15. qavatdan çıkıp ketip ölmedi mesela. Yani onun aksini anlayımız ki ketip etip bir törükten biriga şuna söylep qanaqıp qaldı, ölüp qaldı. Bazıları zehir içip aladı. Doktorxonaga apırıplam aşqazını yuyup tazalap saqayıp qaladı mesela. Bazıları onun sizmi tuyuqsuz qanday qaladı, ölüdü bu. Hayatta yaman köp uçuraydı bunun şekilleri. Ölümen dep ülemevatqalla yoki ölmeymen dep saq qalmavatqallacık. Her qancha doğruq bak. Oylap baqın. Adam taqdir qilingan bolsa, kichikgina bir dora adamning janini oladi. Taqdir qilinmagan bolsa, har qancha cho'ng ishlimi insonning janini qana qilinmaydi, olanmaydi. Hayatda özünü öldürü aldığalla ba bilimiz, başkalarını öldürdüğalla ba. Bu yerdeki mesele, meyli hayatından kıyın kıstaklarına berdaşlık birenmey, onun kalbideki Allah koygan işenç, onu kutkuzanmay, benim bir igen ba, Rabbim ba, nem boğan bolsa, hikmet yüzüdün buludu, bu bir sınak diyenmey, özünün növetteki ehvalidin kaçmakçı, kutulmakçı olup özünü öldürü aldığalla ba. Ameliyatda yüzdense, sebebini kılsa mutlak kutulup ketetti. Bulanın mı takdiri kılıngan bolsa, özünü öldüreleydi. Takdiri kılınmagan bolsa, bulama kana kılınmaydı, öldürenmeydi. Aslında o alaka Allah koygan, özünün Rabbi koygan, yok yerden onu peyda kılgan, müşahaletke ekegen bir igisi varlıkı işense, o yer kemeydi o aslında. Biz bu ayetin iki tarafını mı közlemekçi? Birleri var, özünü öldürülemakçı buluşudu. Birleri var, özünün hayatını fakat ölüm degen nesildeki uçurap kalmazdan bir saq yaşamakçı oldu, ölümden kaçmakçı oldu. İkili xil halatda biraderler, ikili xil halatda Allah izni verse ölüdü, izni vermese ölmeydi. Ağamcığı eslip bilip olaman dep Turusqa ağamcını selip Pəsdən urundağını tip etkəndən keyin ağamcı üzülüp ketip yerə düşüp saqqaldı Allah. Bayatın degenimdek zəhər işi oladı. Başqalar tərəfindən qutquzulub aşqazını yuyulub saqayıb qaladı. Məsələn, demək, məsələ xarakteri bu yani. Hatta manda bir gaplar var. Bir adamni öldürген bolsa, Allah'ın izni birişi, şu vaqtda ölüm təqdir qilingan bolsa öldürələydi. Hatta bazılar müşahedeki takdirini bek ifadeli ötümen dep ne deydi dese, bir katil, bir adamni öldürgen katillar, öldü o öldürülgüçü hesapta öldü. Muşu ölüm bunun nispeten takdir kılıngan bolsa, katil birden saklap tutan bolsun öleverdi degendek. Manda şekilde takdir hayatının burundan belgilenişi Allah tarafından bunu manda şekilde kana kıldı, ifadeli. Yani asli bu yer gelsek bir sual çıkıp kaladı bir yerden. Onda olsa, emmiz takdir ola olsa, Allah'ın izniyle ünlüdüğün, Allah'ın izniyle sakaldığa şap kalsa, katılığını mı cezalayımız der. Bu yerdeki mesele, insanın ruhinin, cenninin insandan eliniş meselesi. Yani insanın ruhi, belgelik, bir layık bir urun bozu duruduma bedende. Yani bedenden ki, şu ruhunu tutup duruş salahiyeti oğa vaxtıda turuduma can. Şu can eğer özgü layık salahiyet turalaydıgan bir beden tapanmasa çıkıp gitse Allah'ın izni ölen. Hem de katilinin kılıdığını bir yerde fakat neymi o dese canını çıkarıp yetişemez. Şu can turuduğun normal bir can normal insanın hayatlık hareketini barlıq keltirdiğin bir muhitni yoktu. Mesela katilin birinin kılısını kesiverdi. Yani can turuduğun bir muhit yok kaldı bir yerde. Yani bir yerden uxtamakçı olan, inçki çöndürmekçi olan nokta neymi o dese, canını aladığını Allah, insan canının eğlenişinin aldığı elindeki bazı sebeplerini qanaqıp koydu. Sebeplerini qanaqıp koydu. Fakat katilinin cezalanışı, şu canının bedeninde turduğun bir muhitini yok kıldı o. Can bedende turalaydıgan bir şaraitini yok kıldı. Şunun usulamcı da alındı. Emniyeti canının çıkıdığın çıkmaydığını, canının elinip elinmaydığını Allah'ın ilkide kitap
qatlanıtılıb bolğan. Yani insanның qaçan, qayada, qaysi şekilde ölüdüğünü hemmesi bitilib bolğan. Hiç nima özgermeydi əməliyyatdan. Faqat aldı keyindeki şaraitla, bəzi bir səbəblə insanның qolunu yüz burdu. Bolmasa insanның cəni tamamen Allah tarafından belgilenib ötüldü. Endi oylasak, mesela insan demek bu yerdeki Allah Subhanahu ve Taala'nın ki وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا degeni bizge hayatlık hakkında umumi bir nezriyeni bir anlatıdı kardeşler. Umumi bir nezriye. Yani qanday nezriye o? Ayette kitaben muajjala iniq yezib etilinib, vaqti belgilenib bo'lgan bir kitap yezib etilinib yazma da'vatıdır. Yani insanın ömrününki hemmesininki qachon tugaydi? Mushmaslarning hammasi qanday qilinaqliq, yeziliqliq. Masalan bir qatil bir odamni o'ldirgan vaqtida faqat Alloh iroda qilgan, yezib etilinib bo'lgan shu kitobga udul kelgandan bo'ladi. Bunun cezalanishi uning jonining chiqib ketganligi uchun emas, jon chiqib ketish sababi bo'lgan. Yani jonning chiqib ketishga udullangan, haliqi qilgan qilmishi. İnsanning ruhi, insonning badanida turolmaydigan bir holatga vaqt chiqib ketadi emas. Shuning sababi shulam jazolanadi. Endi mushu oyatdagi illa bi iznillah Allohning izni bilan degan ma ifodasiga diqqat qilganimizda bu yerda faqat ruxsatni birdigini, bir odamning o'lmaslik ruxsatini birdigini kim o? Allah. Hatta özlügüdün ölüp ketken adamның cennet Azrail aldı deyimiz. Başka öldürüp atqanı sebep noktasını falan öldürüp etti deyimiz. Azrail bizning aşta ölüm periştisi namıda tunulup keligilik bizning tilimizde. Meyli o olsun, ya ki onun yardımcıları olsun, kim bolsun, bir insanның ceni elinsa, mesela birisi öldürdi deyli, ya ki ölüm periştisi gelip aldı deyli. Bunun hemmisinden izni tamamen kim tarafından? Allah tarafından elinadi. Biriladi mesela. Mesela şu insanın ki hayat mamatı hakkındaki mezmunlar Sure Zümer'nin ki 42. ayetinde manda şekilde ifadelanadi. Allahu yetevaffel anfusa hine mevtiha. Allah insanın canını aladı deydi. Depolop velleti lem temut fi manamiha. Ölmegenler mesela saklaçı. Her gün uxlayımız ya keşte. Şunun özümü əməliyyatda bir canının elinişi. Bizning jismimiz uyda karvat tipsida uxlaydi, bizning jinimiz amaliyotda Alloh tarafiga elinib ketgan bo'ladi. Yo'q vaqtda fayumsikul lati qada alayha al-maut. Masalan shu vaqtda o'lim hukm qilinganlarning jini qaytarib berilmaydi. Va yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya'ni qaytadan hayotda bir hayot kirish vaqti taqba ma'lum mezgilgacha belgilanganlarnikini qaytarib beradi. Inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Haqiqiy tafakkur qilgan qavm uchun bunda bir paket delil va o'ylab baqsaq, bu inson uxlagan vaqtda inson normal biz harakat qilayotgan insonga uxlashni alaqi ammadan kichik vaqtimizdan hayotimizda uxlab ko'ngan bo'lg'achqa bizga tabiiy bir hodisa ko'rinib qiladilar. Amaliyotda qaytadan beshimizni silkitib uxlash hodisasiga qarab baqqanimizda bunun bir ajoyib hodisa ekanligini, ya'ni insonning bir qitim o'lib tiriladigan hodisasi, insondan butun harakatlar qoldiriladi. U hech nimani sezmaydi atrofidagi masalan. Uni qanday qilib etsang tuymaydi shu vaqtda. Harakat yo'q, jonsiz, faqat nafasdan boshqa hech nima qolmaydi-da masalan. Mashta bir holat keladi, ya'ni o'limga o'xshashlar. Ya'ni qaytadan uning ruh qaytarib beriladi, o'rindan qo'yiladi. Ba'zida yotgan peti shu dunyoga ketadi. Bularning hammasida inson o'ylanib baqsa, ajoyib bir o'lib tirilish hodisiningki kichik kartinasi bizga nisbatan. Yeni bir yerde Allah Subhanahu va taolo bu jon elish masalasini, bayatni o'qigan Sura Zumardagi oyatda o'ziga nisbat berdi. Allah aladi deb nisbat berdi. Yeni bir oyatda qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum.
sizlarga qana qilingan belgilangan o'lim farishtalari sizlarning joninglarni oladi dedi. Mao sura Sajdadagi oyat 11-oyatda. Yana bir oyatda sura An'amning 61-oyatda va huval qahiru fawqa ibadi va yursilu alaykum hafaza hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna va hum la yufarritun. Amma oyatda o'lim farishtasi demay bizning elchilarimiz jannatni oladi deydi. Qarang, bir oyatda Allah jannatni oladi deydi. Yana bir oyatda o'lim farishtasi oladi deydi. Yana bir oyatda elchilarimiz deb o'lim farishtalarininki yordamchi farishtalar bularga nisbat berdi. Bular jannatni oladi deydi. Endi bularning hammasi nima desa, hammasi Allohning izni bilan oldiganligining bir ifodasi berdi. Mayli o'lim farishtasi olsin, mayli uning yordamchilari olsin, yoki insonning qarshida inson bir odamni yo quroldan etib yoki pichoq yoki qilish bilan o'ldirdi degan taqdirdami, ya'ni uning jonini elinmasligini Allah izni berdi. Qolganlar nima bilmaydi, izni bilmaydi. Allah izni berdimi har kim jonini ola oladi. Mayli Azrail deyiladigan o'lim farishtasi olsin yoki undan boshqa yordamchilar olsin, har kishi ola oladi. Agar Allah izni bermasa, hech kim jonini qana qilolmaydi, ololmaydi. Ya'ni masala oxirgi hisobda kim ko'rib taqiladi yana Allah subhanahu va taologa berib taqiladi. Ondan keyin oyat bizga hozirgi o'tib ketgan mazmunda sen mayli jang maydonidan qoch yoki jang maydonidan qochma, bu hayotdagi kurashdan qoch yoki qochma, sening hayotdagi umring Alloh tomonidan belgilangan, sening bir tarafga o'tib olganliging umringni uzatmaydi, jangga boshlab kirganliging umringni qisqartmaydi. Masala bitirib bo'lgan, qalam yezib bo'lgan, siyah qurib bo'lgan degan shaklda bizga bir eskartish beryapti. Undan keyin deyapti: "Va may yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Ya'ni kim dunyodagi mukofotni istasa, uni oladi. Dunyoning qonuniyati shu. Mu'min olsun, kafir olsun, dunyoni ko'zlab mangsa har qanday ishqa erishadi shuningga. Sura Isroning 18-oyatda mushakil tilg'alinadi bu. Man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Kim bu dunyoda nimaga oldirab, nimani maqsad qilib ko'zlab mangsa, biz shunga yetkizimiz xohlagan odamga deydi. Sura Isroda. Yana bir yerda Sura Shuroning 20-oyatida man kana yuridu harsal axira nazid lahu min harsi va man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Yuqorida o'qigan ikki oyatning ikkilisida dunyoni ko'zlaganlarga dunyoni birimiz, oxiratni ko'zlaganlarga oxiratni birimiz degan mazmunda kelyapti. Hozirgi bizning bugungi Al-Imronninki 145-oyatidagi ikkinchi mazmun, mush mazmun shu. Har kuzma manda bir nuqtani kallamizga taqvamasligimiz kerak. Bugungi qarasak, din dushmanlari, ya'ni kuffarlar ahvoli bizdan yaxshi. Ular taraqqiy qilgan, biz qilib qolgan qaloq bir yerda. Mushu nuqtaga kaplan ba'zi kishilar xuddi islom qaloq yoki musulmonlar qaloq, musulmon bo'lgan odam cho'qim keyinda qilishga tegishlikdagi bir xil tuyg'u bo'lib qoladi yoki shu shaklda so'zlaydi. Aslab taqish kerak. Tarixda musulmonlar oldiga o'tgan davr bormidi, yo'qmidi? Agar haqiqiy ko'zdan tarix qarab baqsang, 1000 yil 10 asr atrofida musulmonlar dunyoda birinchi numar bo'lib yashagan. Kuffarlar musulmonlarninki marhamati ostida yashaydi. Bütün taraqqiyotlarni musulmonlardan oladi. Musulmonlarni do'rashga tirishadi. Anasi bu qanday masalaning davosi bu? Bu shunday masalaki, yuqoridagi 2 oyat va bizning hozir o'qiyotgan 145-oyatdagi o'tirib qo'yayotgan masala shuki, dunyoni ko'zlab tirishqanlarga dunyo beriladi, oxiratni ko'zlab tirishqanlarga oxirat beriladi. Musulmonlar aslida o'zining aqida prinsipi bo'yicha oxiratni ko'zlab mengishdan boshqa dunyoni ko'zlab mengishi kerak edi. Alloh subhanahu va taolo hayotdagi gullanishni sababga bog'ladi. Har natijani sababga bog'lab qo'ydiki, nimda musulmonlar, mushnoqni tushungan musulmonlar bu sababni kuffarlarga, kofirlarga tashlab qo'ydi. Sababni Alloh bizga yaratib, "Ma ishni qilsang natijasi ma degan bo'lsa, boshqalarga tashlab berib sababni, andan boshqa natijasini ko'rib, dunyoda ilg'or taraqqiy qilsa, hisoblik bo'lsa, andan keyin ha, mana musulmonlar mashta qilamiz.
taraqqiy qila olmaymiz. Biz qalaq degan nuqtaga kelib qolish bakmo echinishliq bir masala. Bir mu'min bo'lish sifati bilan ma mavjudotda Allohga ibodat qiluvchi bo'lish sifati bilan bu mavjudotning egisi Alloh deb e'tirof qilish sifatimiz bilan sabab qonuniyatini e'tirof qilish sifatimiz bilan asli biz tutishimiz kerak o sababni biz taraqqiy qilishimiz kerak. Xuddi bizning ilgirki musulmonlar, mu'minlar qanday taraqqiy qilgandek. Şu ayetdeki men yurid savabad dunya nu'tihi minha ve men yurid savabal ahiret nu'tihi minha ve senedzis şaklindeki dünya ahiret meselesi bu şekilde. Sapla dünyanı közlep mangallar çokum erişidi o. Ahiret meselesi başka. Ahiretini közlep mangallar çokum erişidi o. Mu'minle asasi nişanı ahiret olgan bir şekilde dünyanı asla ve asla qo'ldan qanaqamaslik kerak, ba'maslik kerak. Oyatning eng oxirida va sanadzis shakirin biz shukr qilganlarga mukofot beramiz degan mush ifoda ilgirki oyatda bir qo'llanildi, bu yerda bir qo'llanildi. Qur'on bu ma'noni bizga takror qanaqa qilyotdi, asl tutdi. Nima uchun qarindoshlar? Shuning uchunki avval shukr degan ma'no to'g'risida shukr degan nima desa, bergan ne'matni ching tutish. Onundan önümlük paydalanish, israf qilib etmaslik. Allah subhanahu va taolo bizga sabablarni berdi. Hayotda nurg'un imkoniyatlarni berdi. Biz mushu sabablarni ching tutib, natijasini qo'lga elish orqali Allah subhanahu va taoloning bu atosiga tashakkurimizni bildirishimiz kerak edi. Bunun sirtida onu bunu qil deb Allah subhanahu va taolo nurg'un taklifatlarni berdi. Biz bularni ching tutib, bunun tashakkursini bildirsak, oxiratdagi natijaga erishdik. Allah ma ikki oyatda alohida shukr qiluvchilarga, tashakkur etquchilarga mukofotni beramiz degini nimani ching tutsang, nimadan unumlik foydalansang, nimaning qadrini bilsang, mukofotiga erishsa. Bu aniq nuqta. Ma oyatda alohida qanaqa qilinayotgan, ta'kidlayotgan nuqta. Bu ham reallikqa qarasaqmi, bu nuqtani biz qanaqa qilaymiz, tushunalaymiz ham qarindoshlar. Ondan keyingi 146-oyatda davotida va ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu lima asqabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yani şu Uhud'dan chiqib ketib bo'lmadik. Nurg'un payg'ambarlar va deydi. Nurg'un payg'ambarlar va shular bilan nurg'un ribbiyullar uning ashablari, keyingi agashkishlar billa urush qilgan. Ular Alloh yo'lida yetgan musibatga qarata bir ko'nglida qo'rqinish paydo bo'lmagan, ularda chekinish va yoki ojizlik maqomigan va jimma qanday qilmagan, turib keyingi chekinib olmagan Alloh mustahkam tug'uvchilarni yaxshi ko'radi deb tarjima qilyapmiz qisqacha. Endi oyatda Rabbiyun men buni payg'ambarlarningki atrofidagi agashkishlar deb tarjima qildim. Rabbiyunning asli lug'at ma'nosi kallasi uchuq, vaziyatni to'g'ri tahlil qila oladigan, jangni tushunalaydigan kishilar degan ma'nosi bor. Buni tushunsak-mi bo'ladi Rabbiyunni. Yana bir ma'nosi agashkishlar degan ma'nosi ham bor. Yana bir ma'nosi Rabbaniyin deb ilohiy yo'lni tutib mang'ushlar degan ma'nosi. Mana qaysi xil ma'noni olsak, shu payg'ambarlarga ergashgan payg'ambarlarningki sahobalari maqsad qilinadi. Undan boshqa oyatda ojizlashmagan ular, biz ummatga Alloh xitob qilyapti. Sizlar eng yaxshi ummat turib, eng yaxshi payg'ambarningki ergashkishlar turib, sizdan keyin bir payg'ambar kelmaydigan turib, dünyanın ahirki risaletinin igisi sizle durup nimde bunda acizlik kılısıyla, boşanlık kılısıyla ilgili nurgun peygamberle ötken ulanın sahabeleri, ashabları ya ki şu peygamber yoluna ergeçkenler o boşanlık kılmagan de bizge kitap kıvatıdı. Meyde boşanlık kılış, acizleşiş, keynege çekiniveliş ifadesi 3 xil ifadelerini kırınır. Birincisi fema vahanu. Endi vahni degan söz Arab tilida insonning kallasida qiladigan, qalbda paydo bo'ladigan ojizlikni vahana deb ataydi. Bu keyniga chekinib olishninki birinchi qadam. Inson avval qalbiga qo'rqinch tushadi.
vesvese tushidi, kallasida qo'rquvda avval. İkincisi, ikinci acizlik ayette ve ma da'ufu, o cismani acizlikni ko'rsatdi, bedendeki acizlik. İnsan asla aciz emas, kalladın ketadi avval. Qalbga qo'rqinch kiradi, put qo'l bo'shab ketadigan gap. Bu ikincisi. Üçüncüsü ve mastakanu degan so'z ikki xil ma'noga ehtimolliq. Birincisi o'zining hayoti ko'ziga ko'rinib olish. Stakana degan so'zning ma'nosi, ya'ni men o'zimni saqlab qolsam bo'ldi. Tükep kessem bo'lmaydi deb kavni degan so'zdan yasalgan istakana, ya'ni o'zining bunda mavjudligini, o'zining borligini bunda men saqlanib qolsam bo'ldi deydigan bir xil tuyg'uga kelib kendiga qana qiladi, chekinib olish degan ma'nosi bor. Bu bir ma'nosi. Yana birisi nima deymiz, yana bir ma'nosi harakatdan qilish degandek ma'nosi bor. Jim turib olish. Yani umumiy xulosaga vaqtda keyniga chekinib olib, xarolsa mayli, izilsa mayli, chiqib mansa qolsa mayli degan bir nuqtani ifodalaydi. Unda olganda qaytadan kelsak, ilgirki ummat unda qalbiga qo'rqinchmi tushmagan, o'zi jismoniy jihatda ularning oldida ojizlikni ko'rsatmagan. Uchinchidan bu qadar batilning oldida, bu qadar azg'unlikning oldida, bu qadar zillatning oldida anda xor bichora bo'lib, keyniga qanday qilmagan, chekilmagan. Endi nim deb sizlar unda qilasizlar? Nim deb sizlar unda qilasizlar? İlgirki ummat unda qilganda, sizlar eng yaxshi ummat bo'lganligin bir tariqa avla unda qilmaslikni kerak. Oyatning oxirisida vallohu yuhibbus sabirin. Biz har doim darslarimizda mush sabirinni izohlagan vaqtimizda mustahkam tuqala deb izohladik emasmi? Mush nuqtani qo'ysin, hadisda kelaylik bir hadisda Alloh bir qavmni yaxshi ko'rsa, imtihon bilan sinaydi. Imtihondan o'tganlar Alloh yaxshi ko'rgan bandalar bo'ladi. En oyatda eng oxirida bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor qarindoshlar. Oyatda Alloh sabirlarni Alloh yaxshi ko'radi dedi. Mushu bandining Allohni yaxshi ko'rishi bilan Allohning bandini yaxshi ko'rishining o'rtasida favqulodda farq bor. Balkim men Allohni yaxshi ko'raman deyishi mumkin banda. Tabiiy yaxshi ko'rsasan. Çünkü sana nimet berdi o. Seni yok yerden yarattı. Bunun için yaxshi ko'rsa, bu muhim emas. Bu muhim emas. O yeterlik emas. Çünkü sen erişken nimetlerge küpür mü erişiyordu? Ulama to'g'ri olsun, xato olsun bir şekilde o'zi erişken narsalarga shukr aytib qilishi mumkin. Ama muhim bo'lgani nima desa, sening Allohni yaxshi ko'rishingdan bekroq muhim bo'lgani Allohning seni yaxshi ko'rishi. Çünkü Kur'an'daki ayetlerine obdan dikkat kılsanlar, bulup bugünkü ayetine dikkat kılsanlar, ne deydi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yaxshi ko'radi sabr qiluvchilarni, mustahkam tuğallarni deydi. Yani yolda ahirgacha chin tuğallarning erishadigan mukofot nima? Allohning muhabbati. Allah suydi ularni, Allah yaxshi ko'radi. Mush yetarli amaliyotda. Yani ojizlik ko'rsatmagan, qalbiga qo'rqinch kirib keyniga chekinib xorliqini ko'rsatib olmagan insonlarda Alloh qo'ygan yuksak darajada bir ishonch bo'ladi. Yuksak darajadagi bir ishonch bularni Allohning yordamiga loyiqlik qiladi. Shuning bilan buning turtkisida sen ketayotgan yo'lda mustahkam tursa, andagin Alloh subhanahu va taolo seni shu vaqtda qanday qiladi? Yaxshi ko'radi deydi. Adette Kur'an'da Allah ayıplagan bir kişiler var. Ne dedi sana? İza messel insana durrun da'ana. İnsanga bir zarar yetse, bir qiyinchilik yetse bizga duo qiladi. Ondan keyin biz buning musibat, qiyinchiliklarini ne'matga aylantirib bersak, o'zicha men o'zimdagi bilim, tirishchanligimga qarata erishdim bu narsalarga deydi. Amaliyotda bu bir fitna, ya'ni imtihon. Lekin ularning ko'pinchisi buni bilmaydi. Mu'min dal buning aksicha bo'lish kerak. Rasul Zumardagi oyatga
49. Mu'min degan nima? Har qancha xafliq yetsimi, har qancha musibat yetsimi, har qancha oldiga to'salg'u kelsimi, ojizlashmaydi. Fama va anu. Chunki bir iymon masalasi qalbida u qadar ishonchga to'lib tashaqliq. Alloh subhanahu va taolo seni o'zingga tashlab. Biz ilgari darsimizda bunda bir nuqtani alayda muayyanlashtirdik. İnsan, mu'min iymon masalasini ching tutgan vaqtda uning tug'an taqaturuqi ilohiy manhajning tamsilchisidir. O vaqtda Alloh uni na o'ziga tashlab bermaydi, na dushmaniga tashlab bermaydi. Shuning bilan buningni bayatni degandek qalbiga qo'rqinchmi kirmaydi. Dushman oldida ojizlikni ko'rsatmaydi va keyinga chekinib olib jon qayg'usiga ham tushmaydi. Qachon inson mu'min iymon qaziyasidan iymon doirasidan shundalam putni olganamollam buni Alloh subhanahu va taolo insonlikqa tashlab qo'yadi. Bir inson bo'ladi, qalbiga qo'rqinch shu vaqtda kiradi. Düşman oldida shu vaqtda zaifiyat ko'rsatadi va shu vaqtda xorliqqa taslim bo'ladigan bir holat uningda shakllanadi. Agar dushman bilan tutishib qolsa, shu inson bilan inson tutishgandek bir holat bo'ladi. Kim kuchli bo'lsa, yengiladi, kim ojiz bo'lsa, yengiladi, kim ojiz bo'lsa, u yengiladi. Alloh subhanahu va taolo bu nuqtadan oxirisida vallohu yuhibbus sabirin. Oxirigacha mustahkam turganlarni Alloh yaxshi ko'radi. Nima uchun? Ular Alloh yaxshi ko'radigan qadamlarning hammani qana qildi, bosdi. Iymon masalasi ching turdi, bundan taymadi. Ojizlik ko'rsatmadi, qalbiga qo'rqinch kirmadi, xorliq, keyniga chekinib olish ahvollari bularda ko'rilmadi. Demak, bular Allohning yo'lining tamsilchisi bo'lishga loyiq bo'ldi. Alloh bularni qana qildi, yaxshi ko'rdi, da'vatdi. Bugun vaqt munosib bilan darsimiz mushaqqash bo'ldi saboqdoshlar. Darsimizningki oxirisi inshaalloh kelar soatlik dars so'zlandi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.